Senga vobshe tushunmayapman. Bu hamma narsani noldan boshlagan bo'lsa, bu ishxona uchun qancha jonimni berganimni bilasanmi? Shuning uchun uxlamay chiqdim. Shu ishxonaga bo'lsinda bola chaqamga bir sim yedirganim yo'q. Endi shu urovingga chiqqanda meni takkuchirib yubormoqchimisan? O'rtoq, qanaqa tushunsen, sen bilan masjidga kelgan yo'limiz. Bu yoqqa o'zim ishlamoqchiman. Bo'shatib qo'y. Shuni bilib olgin. Bir kun yomon qaytadi. Assalomu alaykum, Rustam aka. Alaykum assalom. Ha, aka. Ishxonani ham tambalab ketishdi. Odamlar aytgan gap to'g'ri ekanda. Atirabdan o'zimni ko'zim bilan ko'rishga bordim. Ko'zim qamalib ketibdi-yu. Meni chop boruvdinglar. Birovning haqqi birovga buyurmaydi. Bundan battar bo'lsin. Kam. Sen noto'g'ri o'ylayapsan. Voqea menga bo'lgan edi. Nima qilib qo'yganlaring bilib olsanlarmi? Nimaga qo'l qo'ydilaring? Nimaga aralashib qoldilaring? Lekin aka, tinchlik, hammasi yaxshi. Bunaqasi yaxshi bo'ladi. Sen ham o'g'lingdan ketasan. Qaysi kalla bilan mushuk kirdilar. Nima dedi rost aka? Hamma olib borib bergan mollarimiz cho'tki, top-toza. Ustini bilmadim-u, ichi o'zgartirilgan. Salani pastga. Aka, bo'lmasa bitta ish qilamiz. Xatoni men qildim. Sunnatni she'riychilikdan chiqarib yuboring. Hammasiga o'zim javob beraman. Yaxshi o'ylab ko'rdingmi? Bo'ldi, aka, aytganini qo'ying. Xullas shunaqa gaplar ekan. O'zingni yaqin og'aynisman, yaqin do'stiman deb o'ylamading. Yaqin do'st Ahmad aka bo'ladi. Mayli, omadingni bersin. Mening do'stim u, menga qarshi kelishmaydi, mening do'stim.